Oktyabr Xalqaro qishloq ayollari kuni sanaladi. Shu bois bugungi ko'rsatuvimiz qishloq ayollarining bir kuniga bag'ishlandi. Bugungi kunda har jabhada faollik ko'rsatayotgan, davr bilan hamnafas yashayotgan tadbirkor yoki oddiy mehnatkash qishloq ayoliga ko'pchilik havas bilan qaraydi. Viloyatimizda dehqonchilik, chorvachilik, parrandachilik va poliz mahsulotlar yetishtirish bilan birgalikda hunar ortidan daromad topish keng ommalashgan. Albatta, bu yo'nalishlarning deyarli barchasida qishloq ayollarining munosib o'rni bor. Ular uy ro'zg'or yumushlaridan ortib, uyda tomorqasida mehnat qiladi. Aholi uchun zarur oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishga hissa qo'shadi. Qolaversa, momo meros hunarini avloddan avlodga o'tishida muhim o'rin egallamoqda. Xatirchi tumanidagi qator mahallalarda ham xotin-qizlar har jabhada faol. Hududning Alisher Navoiy mahallasi ahli ham kunlik yumushlarda faol, ertasi bugunidan-da farovon bo'lishi uchun ildam odimlamoqda. Azaldan bu hudud xotin-qizlari ham momo meros kashtachilik bilan shug'ullanadi. Momo meros hunarini ardoqlab kelayotgan sulolalar o'z hunarlarini ajdodlardan avlodlarga meros qilib qoldirmoqda. 2001-yil Nurotaga ziyoratga borsak, bunaqangi kasta tikayotgan ekan. O'shani uyiga kiramizda kirgizmadi. Andan bitta Fatima Zuhra degan kelinchaklar bor ekan, ani o'shalar kirgizib, o'rgatdi, bunaqani o'rgatib, o'shandan o'rganib ketdik. Bu kastalar onajonim tikib o'tirayotgan, o'zimiz tikamiz bunaqa. Onam 80 ga kirganda ham nolla yopaydi. Cho'ponlar qo'ydi. Onam shunday chiroyli cho'ponlar qo'ydi. Hunarli bo'ylab o'rgatgan, yo'rmalarni o'rgandik. Padozlar har xillarini tikib o'rgandik. Allohga shukr, daromadimiz ham o'zimizga yarasha yetadi. Hamma narsamiz yetadi, Alloh Xudoga shukr. To'ylar qilyapmiz shuni orqasidan. O'g'limni uylantiraman deb o'tiribman. Bugun erta nasib bo'lsa, hunarli odam xor bo'lmaydi. Hamsiyalarga ham o'rganman. Hamsiyam pardalar tikib oldi o'ziga. Kastal pardalar tikib tutib oldi. Men ham o'rganay deb. Nevaralariga chimildiqlar tikdi, paranjalar tikdi. Qiziqqan odam kelib o'rganaveradi. Bu qo'l mehnatini hech kim tortib ololmaykan balam. Shuni orqasidan non yeymiz. Hali qarigam yo'qmi? Ballaga aytaman, 18 ga kirganimga 50 yil bo'ldi deyman. 50 ga 18 qo'shib 68 yoshim chiqadi. Shuytib aytaman ballarimga. Kastalarga qushchalar solamiz, tovushlar solamiz, tovushlar solib tikamiz. Ayiqchalar solib tikamiz. O'shani talab qilib so'raydi-da mijozlar. Buyurtma asosida tikib beramiz. Buni mijoz ko'p haqiqatan. Uylardan kelib olib ketadi, ishg'ollardan kelib olib ketadi, Samarqandlardan kelib olib ketadi. Buyurtma asosida tikib o'tiribmiz. Uyda o'tirgan ham pul topadi. Qizim ham ana shuni orqasidan mashina oldi, meni mollaqa berib qo'ydi. Tomorqalarni qarang, guldek qilib qo'ydi ballarim. Tomorqada hamma mevadan bor bo'lsa, anordan anor, zaldordan zaldor, nok, olma. Kashta tikish bahonasida qo'ni-qo'shnilar bir davraga jam bo'lib, ajoyib qo'shiq va laparlar aytib, yaxshi niyatlar qilishadi. Qolaversa, hunar namunalarini turli ko'rgazmalarda namoyishlarga qo'yishi yaxshi an'anaga aylangan. Yangi kelinchaklar esa xonadonlarini o'z qo'l mehnati bilan tikkan kashtalar bilan bezashadi. Kashtalar qanchalik ko'p bo'lsa, bu kelinchakning hunarli, epli-sepli qiz ekanligidan dalolat berar ekan. Qishloqda bir hunarmandning bo'lishi shu hunar ortidan ergashgan sonining ortishiga xizmat qilishi esa albatta quvonarli. Nuroniy yoshda hunar o'rganishni burch deb bilgan momolar o'giti ibrat aslida. Qo'shnimiz Matluban oldiga o'tib, hangama qilib, kashtalar o'rgandik. Men ham pardalar tikaman, paranja tikdim, so'zani tikdim, yostiqlar tikib sotdim. Qo'shimcha shu hunari bor oldiga o'tib hangama qilib hunarli bo'lganmiz bizlar ham. Yoshlar bitmaydi, qaypillarni o'qisa kelib o'tirib kashtani tikib o'rganib ketaveramiz. Uy bezaga ham hunar, zerikmaydi odam, miyasi dam oladi. O'g'il kelinlarimga o'rgataman, men ham tikinglar sizlar ham o'rganinglar deb. Men ham o'rganmagan baqa o'tib o'rganadi.
Matlubaga rahmat aytaman. Mendan bag'im charchamasin, hunarni o'rgatib hammaga elda oldida xizmatda bo'lib yursin deyman. Markazdan olis hududlarda tadbirkorlikning keng quloch yoyishi har bir oiladagi tadbirkorlik evaziga minglab qishloq ayollari ish bilan ta'minlangan. Eng asosiysi qishloq ayollari orasida ham tadbirkorlikka qiziquvchilar ko'paydi. Kasanachilik esa ular ro'zg'orining obodligiga asos bo'lmoqda. Men shu ayamdan o'rgangan hunarlarim orqasidan Xudoga shukr, viloyatlarga chiqdik, tadbirlarda diplomlar oldik, sertifikatlar oldik. Shuning orqasidan ro'zg'orni tebratib, yaxshi sharoitlarda yaxshi yashayapmiz. O'quvchilarim bor, har kuniga keladi, o'rgataman, buni o'rgatish ekan. Hunarmand uyushmasiga a'zomiz. Endi nasib bo'lsa viloyatga ko'rik tanlovga chaqiryapti, shunga boramiz. Shuni ortidan ro'zg'or tebratib yuribmiz. Ishsizman degan ayollarga ham shu hunarni o'rgataman. Paxta tergan borgan qishloq sharoitida o'shalarda ham o'rgatib kelaman qizlarga, ayollarga. Bugungi kunda 100 dan ziyod shogirdlarimiz bor, tikuvchilarimiz ham bor. Kasanachilikda yurg'izib yuribmiz. Guvohi bo'lganingizdek, tumanning qaysi xonadoni yoki mahallasiga bormang, ayollar faoliyatida boy tajribani ko'rib quvonasiz. Azaliy qadriyatlarga hurmat e'tiborda bo'lgan nuroniylar o'z o'gitlari bilan farzandu shogirdlarni hunar o'rganishga chorlashmoqda. Albatta, bugungi ko'rsatuvimiz qahramonlari singari mehnatkash ayollar yurtimizning turli hududlarida istiqomat qilishadi. Ular mehribon ona, suyukli yor, o'z kasbining fidoyisi, oltin qo'llari qadoq hunar egasi. Bu ta'riflarni shoirlar sanab adog'iga yetmagan, hatto dinimizda ulug'langan zot ayol. Hududning har bir qo'ligul hunarmandi Madina Jumayeva Ikrom Karvon mahallasining mashhur chevari sifatida bugun yurtda yaratilgan imkoniyatlardan oqilona foydalanayotgan tadbirkor xotin-qizlardan biridir. Sharoitlar yaratilgan, barcha sharoitlar, imkoniyatlar bor. Qishloqda tug'ilganimdan juda ham xursandman, chunki shahardagi sharoitlar ham qishloqda qilib ishlasa bo'ladi. Boshda ikkita mashinka bilan ish boshlagandim. Hozirgi kunda mana mashinkalarimni ko'paytirib, ishchi sonlarini ko'paytiryapman. Bundan buyog'iga 100 millionlik kredit olib, yana yonimizda xonalar bor, auksionga olib, ularni ishchi sonlarini ko'paytirmoqchiman. Tadbirkorlik uchun prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash juda ham keng e'tibor qaratilyapti. Xotin-qizlarga shundan juda ham mamnunman. Hunarmand uyushmasiga hozirgi kunda a'zo bo'lganman. Undan ortiq nafar qizlarni o'qityapman. Xudo xohlasa, ular ham o'zimga o'xshagan ustoz darajasiga yetib kelishadi. Chevarchilik hunari ayol kishi uchun juda ham yaxshi hunar deb hisoblayman. Uy ishlariga ham ulgursa bo'ladi, chunki ham o'zingizda ishlaringizda davom ettira olasiz, bu hunarni egasi bo'lganingizdan keyin ham uy ishlariga ham isbot qila olasiz. Dizaynerlik sohalari bilan ishlashni sekin-sekin yo'lga qo'yib boryapman, o'rgatyapman. Hozirgi kundagi mijozlarimiz yosh kelinchalar, yosh katta onaxonlarimiz hammasiga talabiga mos buyurtmalarni tikib beryapman. Hozir o'zim bilan birgalikda 2 kishini ish o'rnini band qilib, yonimda hunar o'rgatib boryapman. Bundan buyog'iga 10 kishidan ortiq xotin-qizlarni ish bilan ta'minlamoqchiman. Bu bilan juda ham xursand bo'layotgan tarafim, ular ham o'z ishini topadi, hunarga ega bo'ladi va buni orqasidan daromad topadi, o'z oilasiga daromad kirgizadi. Chevarchilik hunari ortidan o'zi singari yana bir necha xotin-qizlarni tikuvchilikka o'rgatuvchi o'quv markazi hamda 10 o'rinli tikuvxonaning rahbariga aylangan ayol qishloq sharoitida ham zamonaviy dizaynlar yaratish mumkinligini o'z ishi orqali ko'rsatib berdi. Mehnat va intilish maqsadga yetaklovchi qadamlarda sinovlarni yengish insonning irodasiga bog'liq deguvchi qahramonimiz har bir ayolda shunday shijoat bo'lishni istaydi. Bugungi kunda Ikrom Karvon mahallasida 1418 nafar xotin-qizlar bo'lib, shulardan 837 nafari mehnatga layoqatli. Shu yil hisobidan xotin-qizlarimizni ko'pchiligi tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshladilar. Bizning mahallada 5 nafar xotin-qizimiz mahalla tomonidan imtiyozli kredit olib, issiqxonani yo'lga qo'ydilar. Bular ichida limonchilik, pomidor bodring, ko'katlar qilib tashkillashtirildi. O'zlarining shijoati bilan
5 nafar 10 nafargacha bo'lgan xotin qizlarimiz ishsiz xotin qizlarning bandligini ta'minlab yoniga qavatiga olib o'z hunarlarini qo'ldan kelgancha o'rgatib boryaptilar. Bundan tashqari mahalla tomonidan yana 18 nafar xotin qizlarga imtiyozli kreditlar ajratilib, ularni biznesga birinchi qadam loyihasi asosida tadbirkorligiga yordam qildik. Masalan, tikuvchilik, hunarmandchilikka a'zo qildik. Bundan tashqari go'zallik salonlariga ochilishiga yordam qildik. Mahallamizda 6 ta bo'sh turgan bino bor edi. Ishsiz xotin qizlarimizga auksiondan xona olib berib, bandligini ta'minlashga yordam qildik. Hozirgi kunda tikuvchilik yo'nalishida ochgan xotin qizlarimiz 10 nafar ustoz shogird asosida xotin qizlarimizga hunarlarini o'rgatib kelmoqda. Go'zallik saloni qizlarimizga 10 nafar xotin qizni bandligini ta'minlab, o'quvlar bilan kasb-hunarga tayyorlab o'rgatib kelmoqda. Mana bugun bizning mahallamizda xotin qizlarimiz uyda o'tirgan ishsiz xotin qizlarimiz bandligini ta'minlashdan maqsadimiz birinchidan uyga ro'zg'origa qo'shimcha daromad olib keladi. O'sha ro'zg'orda qo'shimcha daromadga ega bo'lgan oilada urush janjal bo'lmaydi, ajrimlar soni kamayadi. Ayolni ham, turmush o'rtog'ini ham bandligi ta'minlansa, kelajakda o'sha ota-onaga qarab ham o'sha xonadonda unib o'sayotgan farzandlar ham mehnatga layoqatli bo'lib, yurt kelajagiga hissa qo'shib keladi. Xatirchi tumani tog' hududi bo'lganligi bois chorvachilik yaxshi rivojlangan. Shunga qaramasdan hududda aholi dehqonchilik bilan ham yaxshi daromad topadi. Qolaversa, hudud xotin-qizlari pazandalikni ham maromiga yetkazishini ular tayyorlagan taomlardan ham anglash qiyin emas. Tumanning olis hududi sanalgan Qo'rg'ontepa mahallasida istiqomat qiluvchi xotin-qizlar bugun uyda o'tirib ham yaxshigina daromad topishadi. Boisi tandir boshida yopilgan issiqqina patirlar u qozonda tayyorlangan g'ilbindining dong'i dunyoga ketgan. Bizning qishlog'imiz ayollari ko'proq mana shu chorvachilik mahsulotlari, dehqonchilik mahsulotlari bilan ko'proq shu hayotimizni, tirikchiliklarimizni davom ettiramiz. Bir kunda erta tongda turamiz. Hovllarni supuramiz, sigirlarni sog'ib kelamiz. Keyin mana shu sutlarni pishirib, ertalabki uydagilarimizga shirchoylarni pishirib, qolgan sutlarimizni qatiq qilib yutib qo'yamiz. Har haftasiga masalan 2 ta 3 ta sigir sog'adigan ayollarimiz ko'proq nima qiladi? Haftalik 2 kun, 3 kunlik masalan sog'ayotgan sutlarimizga qarab kunlikka ana kuvlab pishiladi. Endi quvmoyimizda sariyog'lar qilinadi. Sariyog'larni pishirib olib taomlarimizga ishlatamiz. Qolganlari bozorlarga chiqarib sotiladi. Ayollarimiz ayronlarni yig'ishtirib chakki qilamiz, bozorlarga chiqaramiz, qurt qilamiz. Sotib olishga hech narsaga hojat qolmaydi. Mana dehqonchiliklarimizdan chorvachilikka qo'y, mol-hollarimiz bor, echki qilamiz. Ular ko'proq mana go'sht mahsulotlari ham o'zimizdan chiqadi. Bu hududda yupqa, g'ilbindi deb ataluvchi milliy taom ayniqsa kuz-qish mavsumida ko'p tayyorlanar ekan. Boisi yosh-u qariga birdek manzur keluvchi bu taom salomatlik uchun koni foyda ekan. Milliy taomlarga kelganda g'ilbindi, qo'ldan patirlar yopamiz tandirlarga. Mana ayollarimiz shularni yopib, yoyib, tabiiy holda mana o'choqlarga pishiramiz. Ayniqsa mana erkaklarimiz ketmon chopadi bizada. O'sha ketmon chopganda mana g'ilbindi qilib bersak, charchab qolmaydi-da. Har nima bo'lsa ham nima darmon. Shuning uchun bizning tabiiy mahsulotlarimizga shular kiradi. Mana dehqonchiliklardan kadi, anor, olma, sabzi, nima deyarli hamma mahsulot o'zimizdan chiqadi. Ko'pchiliklar masalan buni yoyib, hech bo'lmaganda mana xamirni yoyib bozorga tayyorni olib chiqadi. Atala deymiz, ichiga surilganini, ichiga surilib, keyin tayyor ovqat dasturxonga tortaverasiz. Qozonlarga qotiriladi-da, bu qotirilib, keyin taxlam qilib bozorga olib chiqiladi. Kunlik ayollarimiz masalan bundan daromad qilishadi. Atalalarni ham sutdan tayyorlaymiz, ichiga nima un solib, shakarlar. Buni bilasiz, bitta hozir biz sutdan tayyorlaganini ko'rsatyapmiz. Buni bodomlardan, tog'da o'sgan bodomlardan ham tayyorlanadi-da bu, giyohlardan. Bodom bilasiz qanchalik dorivor narsa, shulardan ham tayyorlanadi. Chunki uni keliga solib tuyiladi. Tuyib, keyin uni ana qozonga solib, atala qilib pishirilib, g'ilmindiga solinsa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa bodom oshi deydi, bodom oshi qilib tayyorlaymiz. Shunaqangi turlari ko'p buni. Patirlarni ham ayollarimiz mana bozorlarga chiqarib sotadi. Mana ayollarimiz ko'proq aytdim, mana bor tovoqqa, kel tovoqqa deymiz, to'y maraka deymiz. Mana qizlarimiz uzatamiz. Ularni fotihalari, ro'molcha berdi oldilariga, mana bulardan bizaga qizlarimizga halva kelsa, biza yigit tarafga bu patirlardan tandir solib pishirib beramiz. Patir, qallama, quymoq. Bu hech qachon udumdan qolmaydigan narsa. Azaldan menimcha momolarimiz qilgan, undan keyin mana
ulardan keyin mana biz ham shularni qilyapmiz, davom etib kelyapti. Hozir qishloqlarimizda haqiqatdan ham sharoit shahardagidan kam emas. Yo'llarimiz ham yaxshi, hamma sharoit bor. Faqat mehnat qilsangiz, shunga yarasha umr kechirsangiz bo'ladi. Hammaga menimcha hammamizda o'zimizda hozir yotib yeganga tog' chidamaydi deydi-ku. Qimillasangiz qiroshasiz. Xuddi shunday gap. Qimillagan hamma narsaga erishadi. Harakat qilish kerak. Xudoga ming qatla shukr. Shunchalik shu yashab hech ham nolimaymiz. Farzand tarbiyaladim, o'qitib bo'ldim, ishlayapti o'g'lim. Kelin oldim yaqinda. O'rgatamiz kelinlarimiz ham, bolalarimizga ham, qizlarimizga ham, hammasiga. Shu magazindan tayyor narsani borib sotib olishga uyalamiz. Agar masalan qo'limizdan kelgan narsani pishirmasdan, shuni yoki masalan bironchaga qilib bormasak, kerak bo'lsa, uyat hisoblanadi. Qo'li yo'qmikan qilmabdi deydi. Kelin oldim, ishonasizmi? Bir xalta, ikki xalta unlar patr qilib qo'yibman. Chunki ana kuniga qidirdi, challandi deydi-ku. Bor tovoq, kil tovoqlarga yuribmiz. Qilib beramiz buyurtmalarga. Qo'shimcha daromad. Bog'dorchiliklarimiz bor. Ulardan o'zimdan keyin mayizlar qilamiz. Ularni ham bozorga chiqarib sotamiz. Hozir siz bu yerda mayizni yengda soy tugagandan keyin boshqa joyga o'ting. Bu mayiz ta'mini topa olmaysiz. Bu boshqacha. Tabiiy shirasi boshqa. Chunki bu joylar dashli joy-ku. Ishonmasangiz, bizning dashli joyda mana lalmikor tarvuzlar ekiladi. Suvli joyda pishgan tarvuz bilan lalmikor tarvuzlarning farqini yeb ko'ring-da. Umuman boshqacha. Hamma narsamizning ta'mi boshqacha. Mazza qilasiz. Faqat mehnat. Odam sog'lom odamga mehnat qilishda nimasi ayb? Hamma ayollarimiz hech qaysi bekor o'tirmaydi. Masalan, ko'p ishlamasligi mumkin davlat ishida, lekin ro'zg'origa borsangiz, ro'zg'orning kami yo'q. Yo'q, menda o'sha narsa yo'q deb nolimaydi. Borsa, mana shu o'sha dehqonchiliklari bilan, o'zlarining qilgan mehnatlarini nimasi bilan bemalol mehnatlarni dasturxon rohatini ko'rib, dasturxonlarni kami bo'lmaydi. Jarayonda qishloq aholisi asosan bog'dorchilik, dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishini bilib oldik. Xullas, qishloq ahli polis ekinlar va mevalarni bozordan xarid qilmaydi. Uzum yetishtirish esa azaliy an'anaga aylangan. Mahalla xotin-qizlar faoli ijodiy guruhimizni bahorda yana bir bor bu qishloqqa kelishini, o'shanda haqiqiy mirishkorlar mehnatini ko'rish mumkinligini ta'kidladi. Qo'rg'ontepa mahallamiz aholisi 2002 dan iborat. Shundan oilamiz 486 ta, xonadonimiz 391 tadan iborat. Xotin-qizlarimiz shundan 972 nafarni tashkil etadi. Asosan bizning driverimiz chorvachilik bilan kashtachilik, choponchilik shulardan iborat. Hozirgi kunda xotin-qizlarimiz qishloq sharoitda bekorchilik yurmaydi. Hamma narsamiz tabiiy chorvachilik bilan daromad topadi. Asosan sariyog o'tirib bitta bosh liderimiz bo'ladi, 10 ta ishchisi bor, o'sha choponchilikdan oladi, bozorga sotadi, o'shandan daromad qiladi. Xotin-qizlarimizni bandligi uchun subsidiyaga 4 ta tikish mashinka chiqarib berdik. 3 ta xonadonimizni tikish bilan band qildik. O'shanda 10 tadan ishchimiz bor. Pillachilik davriga pillachilikdan ham 2 ta 3 tadan xotinimiz band bo'ldi. O'shandan ham oylik daromadi bo'ldi. Qolaversa, uyda o'tirgan xotin-qizlarimiz ham uyda non yopadi, patr yopadi, pichaklar yopadi. O'sha orqasidan daromad oladi. Ishsiz xotinlarimiz kam, bekorchi xotinlarimiz yo'q hozircha. Mana shu imkoniyatlardan, sharoitlardan foydalanib, xotin-qizlarimizni ro'zg'ori uchun yana qayta daromad qilish uchun tikuvchilik qilyaptilar. Choponchilik bilan shug'ullanyapti, chorvachilik bilan shug'ullanyapti. Bu imtiyozlar hammasi ro'zg'or obodlik uchun. Yurtimizda xatirchi singari qadriyatlar qo'nim topgan obod go'shalar ko'p. Qadimgi urf-odatlarga ko'ra kashtadozlikda tugallanmagan mayda bo'lak qoladi. Bu esa amaliy san'at mahsulotlarining falsafiy ma'nosiga sir qo'shadi. Ya'ni ushbu hunarni avloddan avlodga yetkazuvchi, hunarni davom ettiruvchining bo'lishi asl maqsad qilingan. Demak, yurtimizda ana shunday qadim qadriyatlarni ulug'lovchi qishloqdagi qadrdonlarimiz ham ezgulik yo'lida kamarbasta. Biz esa turkum ko'rsatuvlarimiz orqali zamon bilan hamnafas yurtdoshlarimizning ibratli hayotini sizga ham ilinishda davom etamiz.